Hayırlı cuma. Cuma günüňla hayırlı bolsun vatandaşlar. Bugünkü cuma gün aziz milletimiz tarafida turmagan bizge hayırlı bolsun. Bizning milletimizge qarshi maydonda turgan fasık islom devletlerge hayırlı bolmasun dep o'tirib boshlayman vatandaşlarım. Bugünkü söhbetimni jek vaqtinglarni olmayman. Xabaringlarda bor, tönögün 6 isla günü BDT'da Uyg'urlar haqidagi bu tarixda tunji qata bulungan BDT'da bir ovozga qo'yib Uyg'ur masalasini ovoz qo'yib kelar yillar rasmiy muzokara qiladigan masalaga vaqtingizda o 7 devletninki xabaringlarda bor, o 7 devlet biz tarafda turgan bo'lsa, 19 devletninki, ya'ni 11 musulmon va Turkiyalarni o'z ichiga olgan fasık islom devletleri deb turib atayman. Shularning ovoz berishi natijasida, ya'ni bizga qarshi Xitoyni qo'llab ovoz berish natijasida bu mazlum millatning dunyodagi yana bir qatim ovozi diktatorlar fasık Müslüman devletleri tarafından bir qata çökürüp etildi desek buldu. Uyg'urlar mag'lub bo'ldi, Xitoylar g'alaba qildi desek buldu bu qatim vatandaşlarımız. Bundaq fursatlarni Xudoyim bo'lsa yana bir qata bera endi. Meniki bugun ko'pchilikka ozroq tunishtirib o'tadigan masalam qaysi degan vaqtingizda, so'z qaysi degan vaqtingizda vatandaşlar, tema Türkistanchilar Xitoy paqisiga qandinglarmi degan tiyim bo'ldi vatandaşlar. Türkistanchilar Xitoy paqisiga qandinglarmi degan tiyim bo'ldi. Bu paqa degan so'zni bizniki adabiy tilda ishiltidi. Masalan 3-4-yillik sinflardami mening esimda qolishicha, masalan aqlliq paqa degan bir darslar bor. Esimda qolishicha bir paqininki issiq balvoqqa qarab mangan g'ozlarga özününki maqtanchaq paqa, yani onun da ismida maqtanchaq paqa degan bir darslik bor. Balkim O'rta Osiyoda qarindoshlarimiz bundaq darsliklar bormi yo'qmi bilmayman. Bizda shu darslikimizda shu maqtanchaq paqa issiq balvoqqa ketish uchun hangirtlarniki, ya'ni qushlarniki ishga qushninki yog'ochni tishlab o'zi o'tirdi, o'zi tishlab o'tirib issiq balvoqqa menish jarayonining o'zida maqtanish jarayonining o'zida issiq balvoqqa borolmay tushib ketgan maqtanchaq yeri tasvirlandi, bayon qilindi. Ismi maqtanchaq paqa. Ammo bu paqa degan so'zni bizningki Uyg'uristonning har yerlarda paqa deb turib ishlatgan bo'lsa, masalan mingyotgan jonivor shaklida, kichik bir qush shaklida kichik bir hayvon shaklida, ya'ni paqani o'zinglar bilasizlar, shu ma'noda ishlatayotgan bo'lsa, bizningki qahramon, ishchan, tibobatga, har ishga puxta xotin xalqi bo'lsa, bu paqa degan so'zni boshqa ma'noda ishlatadi vatandaşlar. Bizning xotin xalqimiz boshqa ma'noda ishlatadi. Ya'ni shu aqlliq, ya'ni maqtanchaq paqa degan darsni so'zlayotgan vaqtning o'zida o'qituvchi daskaga o'tirib buni maqtanchaq qumichoq deb turib so'zlaydi vatandaşlar. Qumichoq. Yani paqa demek qumichoq deb turib so'zlaydi. Buning ma'nosini xotindagi bizning ishchan, emgakchan, tibobatga puxta xalqimiz boshqa ma'noda qo'llandi. Yani sat ma'noda qo'llandi. Meniki bugun o'tirib qo'yib so'zlaydiganim naq shu sat ma'nodagi paqa so'zi bo'ladi. Ya'ni Turkistonchilar Xitoy paqisiga qandinglarmi degan tiyim bo'ladi vatandaşlarımız. Shu tiyimini mümkün kadar azroq bir tushuntirib berishga tirishman vatandaşlar. Undan burun tönögün shu BDT'de o'tkazilgan umumiy ovoz berishdagi jarayonlarning hammasi bir odatda yozma shaklda bo'lsin va yoki rasm shaklliklar bo'lsin, qo'llab ovoz bergan, qarshi ovoz bergan betaraf turgan davlatlarning hammalari taqaldi. Ammo buningki videolik shakllari asosan degidek taqalmadi. Milletimizning ichidan bundaq ishlar, cho'ng ishlar kelgan chaqda yana 5 oydan keyin qusur izlaydigan yamonjiq insonlar bor. Pishnoxorlar yamonjiq, yo bu BDT'da o'tirib ovozga qo'yilmagan. Bunun o'tirib bir yolg'on gaplarni o'tirg'i chiqargan avmo degan gaplar bo'lmasligi uchun
men bunu milletimizga paket va shundoq bir kelgusida Uyg'ur masalasi BDT'dimi tunji qator ovoz qo'yilmagan u boshqalarning yolg'on so'zi u, topgan so'z u degandek batnomlarni, tuhmatlarni to'qib chiqmaslik uchun men buniki Viyonning tönügünki naq maydon haqida taqatgan xabarni ko'pchilik qo'yib bermoq qarindoshlar. Bunda azroq muloyiz bor, 7 minutlik buni anglab yaqinlar. Uyghur Muslims, the UNHRC has turned down a debate on China's crackdown in Xinjiang. Among the 47-member council, 17 voted in favor, 19 members voted against, and 11 abstained. The surprise China's victory was met with a burst of applause at the council. Listen. 理事会成员反对操弄涉疆问题，反对搞人权问题政治化的情况下，美西方强推这一决定草案，目的根本不是对话合作，而是制造分裂与对抗，创设将国别人权问题引入人权理事会的危险捷径。今天他们针对中国，明天他们就会针对任何一个发展中国家。We are members of the Human Rights Council. We are here to raise situations of systemic discrimination. We are here to discuss the most serious human rights violations and abuses wherever and by whomever they are committed. There can be no doubt about the gravity and the scale of what has been reported in Xinjiang warrants such a debate. Jeg blir alltid inspirert når jeg kommer hit til Fliskompaniet. Her det så mange flotte baderomsinnredninger. Marmor blir aldri feil, bare se. Let's break down the votes for you. In an expected move, China rejected the debate proposal. All African members except Somalia followed Beijing, and a majority of 13 Asian nations also joined the Chinese camp. But what is raising eyebrows is that many Muslim countries have said no. Among the 17 members of Islamic Cooperation Organization, 12 voted against the resolution, like Qatar, United Arab Emirates, Indonesia, and even Pakistan, which touts to be fighting for all Muslims around the world. Now, India is home to over 172 million Muslims, the second largest religion in the country. But New Delhi has abstained from the UNHRC vote. Earlier, the Foreign Ministry had said that the debate is based on a UN report, so India does not want to comment on it. For years, human rights groups have been sounding an alarm over what is happening in Xinjiang. The Chinese region is home to over millions of Uyghurs. Data suggests that about most of them are kept in detention camps. There are frequent reports of torture, rape, and even deaths. The West has gone as far as calling it a genocide. However, China has maintained that they are just re-education camps. It is important to understand that a rejection like this is extremely rare for the UNHRC. A motion brought in by the Western countries usually gets a green light for discussion. This resolution was brought in by US, United Kingdom, Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. The defeat is only the second time in the Council's 16-year history. Müşakkagicha ben davomini qo'yay, tarjima qilib berib, tarjima azroq bir tushuntirib qo'yay. Bu yerda davatidi. Mushu qarshi ovoz bergan davlatlarning ko'pinchalik, masalan 11 davlat musulmon davlatlar bu Uyg'urlarga qarshi, ya'ni Xitoylarni qo'llab ovoz berdi. Deb shunday deydi. 172 million musulmon bo'lgan Hindiston bo'lsa, bu tarafda betarafdi deb shunday deydi. Ma so'zning ig'irlik qaranglar qarindoshlar. Buning davomi chiqdi. Masalan, Uyg'urlarmi musulmon bo'lsa, nima uchun o'tirib musulmon davlatlari Xitoy tarafida turdi degan gap chiqdi. Ko'rdinglarmi? Hindiston chig'ida o'zining davlatida 172 million musulmon borkan, Xitoy Uyg'urdan iborat musulmonni o'ltiryotdi. Men bu musulmonni, mening davlatimda musulmon bor. Shuning uchun men
devletimdeki xalqning inovat obro'yini, Hindistonning obro'yini, axloqini, ya'ni xulosa o'zining davlatidagi musulmonlarning axloqini qo'g'dash ustidan buningga Xitoyga qo'llab ovoz bermidi degan gap chiqadi vatandoshlar. O'ylab boqinglar. And for more on this, we're now being joined by Vivek Kaju. He is a former Indian diplomat. Welcome to the broadcast, Ambassador. Thank you. Right now, India has been one of the most vocal critics of China's crackdown on its minorities. My question to you is then, why do you think New Delhi has abstained in this vote? I think the Human Rights Council has a certain diplomatic... Nemishqa Hindiston betarafligini tanladi degan muzokara qilyapti azroq. India's abstention, to my mind, is part of that dynamic. It does not show that India does not understand or appreciate what is happening in Xinjiang to the Uyghur Muslims. It is true that China's record of treatment of its Uyghur Muslim minorities is shameful. I can't think of any other word. Musulmonlar uchun aytgan vaqtimizda ovoz bersa bir nomussizlik ishdi deydi. Is enmeshed in politics, and politics can never be disassociated from the council's activity. So the vote that has taken place and India's abstention also has to be viewed through that prism. This is the unfortunate fact of international diplomatic life, of international relations. You listed out the countries that abstained, the countries that voted with China, and that shows also that China's growing clout in Africa and in parts of Asia. And as far as the OIC countries are concerned, if you see the OIC's consistent record on China's treatment of its Uyghur minorities, that record does not show the OIC in a good light. If anything, the OIC has always slurred over this report. So it has not stood by the Muslim minorities in China, and that also shows China's influence over the OIC, including through its client state, Pakistan. Right. Like you mentioned about the countries that have abstained from the vote and those that have voted against the debate. My second question to you is that, like you mentioned, a lot of countries that voted against the debate were Muslim majority nations like United Arab Emirates, Qatar and Pakistan. Why do you think that these countries are not holding China accountable? Nemishqa islom davlatlari Uyg'urni qo'llamay, Xitoyni qo'llab ovoz berdi deydi. China is a major buyer of oil and oil from the Gulf countries. So economic factors, political factors, security factors, all these come into play. We should also not forget of the neft, gaz, hamma narsalarni Xitoylar arablardan, musulmon davlatlardan setib olyapti. China's alignment with Iran, the Arab countries, Iran, Arab davlatlari mushlardan, they're keeping an eye on. So they would have thought that on this question they don't want to provoke China. Right. So as I said, the Human Rights Council, for all that it claims that it is an independent body to look at the human rights records of countries to promote human rights, the sad fact is that it is at the end of the day a political body, and issues in the council are looked at by its the members of that council through the prism of their interests and international politics. And this Uyghur vote is an eloquent demonstration of the proposition that I am submitting before you. Thank you, Mr. Ambassador, for joining us on this hour and getting us up to speed on this. Thanks very much. Thank you. Ko'rdinglar vatandoshlar.
qo'yilgan savollarga nihoyat yaxshi javob berdi, undaq javob berdi, bundaq javob berdi deb o'tirib, yana men tafsili javob bermay, masalan, islom davlatlari nima uchun qo'llamaydi degan savollarni bizning kallimizda emas, ko'rdinglarmi? O'tirib, dunyo davlatlarima o'tirib, bu Uyg'urlarmi musulmon bo'lsa, nima uchun o'tirib, bu musulmon davlatlar qo'llamaydi degan gaplarni bana o'tirib muzokara qilib o'tirdi vatandoshlarimiz. O'ylab beqinglar. Nomus qilarlik ish. That's why I don't like it. Absolute 100% I don't like fucking shit Muslim countries. I hating. Because the Chinese country not respect one human rights and the fucking Muslim country never respect human rights. That's why I hating. I don't like it. Fuck up Muslim countries. Included Kazakhstan, Uzbekistan, like that shit country. Qarindoshlar, inglizcha so'zlab o'tirib men so'zlasam ancha-muncha bir narsalarni so'zlay olaman. Hali yomon emas o'rgandim. Tema bundaq emas. Tushundirish mushunchilik bo'lsa bu teminimi? Ish mushundaq vatandoshlar. Ya'ni o'zimizningki musulmon, Turkiya, musulmon degan qarindoshlar tarafidan bizningki aram bir qator o'tirib dunyoda o'tirib BDTdan iborat bu o'rinimizda yurish oldi chirg'imizni shu musulmon deyotgan kofir, fosiq davlatlar bir o'chirishga sabab bo'ldi. Buning uchun eng tipik o'g'ini qaysi degan vaqtimizda siz biz o'tirib ayni vaqtimizda Xitoy raisi Shi Jinpingga medallarni esib qo'ygan. O'zbekiston yarim xalqini usulga silib özünün devlet medalını bergen Özbekistan, yani Çin Mirza ve Kazakistan'daki Pokayıpla, medal bergen Pokayıpla en halkılgıç rol oynadı desiniz buldu. Özünüzün qeyrindeşi dep oturup, men qeyrindeşim demedim müşkemkiçe. Qeyrindeşim digenleri de batıma. Şunun için bu temimi Türkistançılar pakanlığa kandınlar mı? Türkistan paksıga, yani China Türkistan, Şanghay Türkistan paksıga kandınlar mı? Degan temamiz uchun. Chunki bizning bu kalva Turkistonchilar bu paqavash da shunday deyli, buni o'tirib azroq tushunish uchun paqavash o'tirib Turkistonchilar qanday qanday ayni vaqtimizda Uyg'ur dema. Voy bu Turkiston degan bizning uyimiz bu. Voy Qozoq degan bizning do'stimiz, Qirg'iz degan bizning do'stimiz. Erkin hech qanday vaqt sen bularga gap qilma. Voy sen satıdığından nereden bilirse sen xudometin deb ketdinglar. Ey pasıq Türkistançılar, paqavaş Türkistançılar. Paqanlarga qandinglarmi? Türkistan paqsıga qandinglarmi? Setib qo'ydiq yani. Satmidi demsizlar ya bunimi? Ovozni oshkora bilib o'tirib, sizga o'tirib ovozlarni berib, sizni setib atdi-ku. Buniga nima deysiz, ey pasıq Türkistançılar? Ziminimizni o'ltirib bizning Uyg'urlar tarixdan degan o'zining qon qarz badliga, qeni bilan, jeni bilan qo'dab kelgan ziminni yana o'sha paqavash, tebash Turkistonchilar o'tirib boshqalarga o'lishib bergandingiz. Voy o'lishib bersingizmi siz tarafda turmidi-ku mana? Ha? Yani nomus qilmay o'tirib bu izlayotgan, qirilayotgan, tugayotgan bu millatning gapiga hech qanday bir gap qilmadi. G'arb dunyosi, Amerika, Yevropa tarafından bir ovoz chiqib o'tirib Uyg'ur degan vaqtimizda yana dadisi bilan anasini tonimaydigan, bir uyda o'tirib Jalabxonning uyida yetilgan bir turkum fosiq, imonsiz mollalar chiqib o'tirib yana Uyg'ur dema. Biz Turkistonlik deb ketdinglar. Ey fosiq Turkistonchilar. Qandaq? Ovozini chiqarib qo'ydimi? Ko'rdinglarmi? Paqanlarga qandinglarmi? Qonmaysizlar. Sizlar qonmaysizlar. Men bu gapni takrar so'zladim. Yana takrar so'zlasammi? Sizlar qonmaysizlar o paqiga. Turkiston paqisiga qonmaysizlar. Chunki Xitoymi sho'rayotgani Turkiston paqisi, sizlarning sho'rayotganinglar shu Turkiston paqisi, Uyg'urni yo'qotadigan paqa. Sizlar bu yo'ldan voz kechmaydiganini bilma. Bilsam men bugun o'tirib deyotgan gapimning rost va to'g'riligini ko'pchilikka bildirish uchun men o'tirib chiqib bu gapni deb qo'ydim. Tunugun qarindoshlarimiz telefon qildi. Xil nurg'un qarindoshlarimiz telefon qildi. Erkin meni o'tirib haqoratliga insonlar bordi. Dunyoning har yerdan qozoq va boshqalar o'tirib tilligan so'zlarni yetkazmagan odamlar bordi. Shular o'tirib mendan bir necha odam o'tirib kechirim so'radi. Erkin xafa bo'lma.
Biz seni xata ayıplepdik. Meni kördük biz, reallıqni, haqiqatni kördük deb shunday deydi. Ama şu iman axloqi bor qarindoshlarimiz reallikni ko'ra olasizmi? Ammo bu yerda Xitoyning konipkisi bo'yicha ishlayotgan, ya'ni fosiq turkistonchilar o'tirib bu niyatdan yonmaydi. Maqsad nima? Uyg'urlarni mana shunday Turkiston davosi orqali, ya'ni bugünkidek o'tirib, siz uni Turkistonning g'arbidan, mana g'arbiy sizni setyapti. Sizni o'tirib sharqiy desangiz o'tirib sharqini setyapti desangiz bo'ldi. O'zbek bilan qozoq o'tirib sizlarni setyapti, hokimiyat setyapti. Setyaptini bilib turgan bu fosiq Turkistonchilar yana chiqib o'tirib ayni gapni yana takrorlaydi. Maqsad nima? Bu davoni mushu to'ymaydigan, paqqaga to'ymaydigan Turkistonchilik davosining ichida Uyg'urning davosini dunyoda Amerika, g'arb dunyosi qo'llayotgan davoni cho'kirishdan boshqa narsa emas, vatandoshlar. İflas hayvonlar sizlar, tushundinglarmi? Do'st bilan dushmanni bilmaydigan hayvon. Men hech qachon o'tirib bularni dushman demedim. Ammo men siyosat yo'lini ko'rsatdim boshdan oxir. Men dushman demedim, siyosat yo'lini ko'rsatdim. Haq meni o'tirib bir siyosat kirishtirgan, yo'lini kirishtirgan. Bular ipak yo'lida mushundaq menyapti. Birinchi qatormi setildik, ikkinchi qatormi setildik. Endi biz setilib ketmayli. Bilayli manga yo'limizni, to'g'ri xatoni bilayli. Avval uçurlarını berdik. Mesela aşlarını Xitay tarafga ketish ehtimolligini men degan vaqtimizda mesela Xitoyningki mesela qandaq insonlar bo'lsin, shu qozoqning, qirg'izning elchiqalari bilan ko'rish kerakdi. Takror ko'rish kerakdi. Mundaq qilma. Tavsiyalarni berish kerakdi. Mundaq qilma. Sen bilan biz qarindosh. Bu gaplarni disun, tushunsin, ularning ketayotgan yo'li Xitoy bilan ayni bir bo'lgandan biz bu nuqtadan shuni so'zlab keldik. Men o'tirib ularni dushman tutib peshig'ini qiqib chiqib ketdi degan gaplarni men demedim. Ammo sen bil, bularning ketayotgan yo'li Xitoy bilan bir. Xitoy bilan bir bo'ldimi, sen setilsa degan nuqtani men tushuntirib keldim. Qanday qoldi? Reallik qanday qoldi? Paqavash Turkistonchilar setildinglarmi? Men satmadim. Erkiy qirg'inchilikda o'tirib millatimning qiniga men xiyonat qilmadim. Sizlar mushkamga o'tirib tuproqning boshqalarga bilib berish orqali xiyonat qildinglar. Hatto halollab topgan ota-onalaringlarga xiyonat qildinglar. Shunchilik qilib baqdinglar. Shunchilik qilib baqdinglar. Dadam Uyg'ur emasmi deb baqdinglar. Bu zaminda o'tirib Uyg'urning haqqimi yo'q, Turkning haqqi va deb baqdinglar. Voy, sizlarni qo'llab qo'ydimi Turkistonchilar? Sizlarni qo'lladimi? Sotdi ana. Yeni sotdi texi. Oldingizda yeni sotdi. Siz siyosatni kirishtirib minganmisiz? Sizni yeni sotdi. Davomli sotdi. Texi ishning cho'ngini oldirmay turib ko'rasiz. Mening planimcha o'rgangan bo'yicha men har qanday narsalarni yotamga urib o'tirib deb olmayman. Turkiyaning medialarida chiqayotgan medialarni men ko'rib o'tirib deyapman. Masalan, bilmaymiz. Men ilgari deb bo'ldim, suhbatimda deb bo'ldim. Turkiya bilan Gretsiya o'tirsida urush chiqamdi degan temini men bundan oylar avval, necha oylar avval urush chiqdi deb o'tirib xuloslab bo'lgan. Hozir shu ishlar o'tirib medialarda hammasi talashlar chiqilmayotdi. Arallar masalasidan. Navoda Turkiya bilan Gretsiya o'tirsida urush chiqib qolgan vaqtning o'zida Mushu fosiq Turkistonchilar yana qanday qildi degan vaqtimizda bizning da'voyimizda Amerika, Yevropa qo'llayotgan bo'lsa, shu fosiq Turkistonchilar chiqib o'tirib, ko'tak qasqinini Amerika, Yevropa biz degan turk biz Uyg'urni o'tirib, yo'qot Uyg'urni. Biz Turkiya tarafda, biz turk tarafda deb o'tirib, Uyg'urning bayrog'ini ko'tarib o'tirib, bizning da'voyimizni qo'llayotgan Amerika, Yevropaga qarshi chiqdi bu kafirlar. Maqsad bu Xitoy bilan strategiyada ayni bir Xitoy intan cho'ng rol o'ynayotdi. Masalan 2020dan 2020 Xitoy virusi boshlanib 2020dan 21gacha bo'lgan jarayonda 1 yil o'tirib Xitoy virusi bilan o'tirib mushundaq bo'g'ishdi. Mushundaq bo'g'ishgan vaqtingizda Xitoy dunyoga o'tirib javob bera olmaydigan Xi Jinping tashqi dunyoga chiqolmay ses o'ylayotgan vaqtingizda qanday bo'ldi? Buni o'tirib 50% qutqizpog'ini Putin apandim bo'ldi. Ukrainada vajjida bu yerda jangni boshlabdi. Xitoy o'tirib chavak chaldi. Mening ustimdan katta nima bo'lmasa, dunyoning mediasi asta-asta mening ustimdan katta deb qo'shildi.
Buni o'tirib yana 50%ni qisqartib etadigan narsa nima degan vaqtingizda Turkiya bilan Gretsiya o'rtasida masala chiqqan vaqtingizda, o vaqtingizda men nima uchun o'tirib turib sen o'tirib yo'g'on beshingni kelgan Turkiston emas, g'arb dunyosi qo'llagandan keyin biz avvalo biz turk xalq bilan biz bir qon qarindosh xalq, bu yolg'on emas. Tilimiz, madaniyatimiz jihatda o'xshashlik bor, ammo turk, Uyg'ur. Sen dunyoga bundoq tushunding deb o'tirib vaqirab keldik. Mushundaq vaqt kelgan vaqtimizda qanday qildi? Ashunda bo'lgan vaqtimizda balkim Uyg'urning davosini buni Xitoy yaxshi biladi. Uyg'urning davosini qo'llab ketgan Amerika, Yevropa davlatlari albatta davlat sifatida u inson huquqini qo'g'dash ularning vazifasi. Ammo burunga o'xshash Uyg'urlarni qo'llayotgan fuqarolar o'tirib deyish mumkin. Bu yerda Turkiya Gretsiyaga tajovuz qilyapti. Biz Gretsiyaning tarafida o'tirib buni qo'llayapmiz. Gretsiyani qo'llayapmiz. Turkiya o'tirib o'z yo'g'on davlat bu Gretsiyaga mandaq ishlarni qilyapti. Bu Uyg'urlar bo'lgan vaqtimizda o'zini Turkda o'tirib bu yerda yugurib yurdi. Ya nima ishga o'tirib chiqadiganlar chiqdi. Siz mediaga chiqmasin, biz ishlayotganlarning yuziga soladiganlar obdan chiqdi. Çünkü Amerika, Yevropada sosyal medya, sosyal xalqniki ovozi muhim. Shularga o'tirib savollarni qo'ydi. Maqaq Turkkan qanday bo'lgan bo'lsa, degan vaqtingizda Xitoy o'tirib tayinda shaqaqni chaladi. Voy, obdan o'tirib bapladim ya. Amerika, Yevropa siz o'tirib o'zini atalmış shunda yo'g'on men degan Turkistonchi deganning davosini Uyg'urni tashlab qo'yib o'zini Turkistonchi degan xalqning davosini qo'llabdingiz. Men o'tirib sizga mushatda deydiganlarni obdan chiqdi. Qarindoshlarimiz, biz bu nuqtadan millatga ogohlantirib, mangadigan yo'ling to'g'ri bo'lsin. Uyg'urning davlati bo'lib qoldi, Qozoqning davlati bo'lib qoldi, qolganning hammasining davlati bo'lib qoldi. Shunga biz davoni o'zimizga loyiq qilaylik. Uyg'urning davosini qilaylik, Uyg'uristonning davosini qilaylik, Uyg'uriyaning davosini qilaylik. Uyg'ur degan narsa Xitoy tilida aniq nashada turadi. Xitoy tilida bo'yicha aytganda xaritaning o'zidan Uyg'ur degan narsani topa olasiz. Siz o'tirib o xaritaning o'zidan yo'g'on bir Turkiston degan gapni bugun topolmaysiz. Buni davoni g'uvalashtirib, masaladan jiroqlashtirguncha biz o'tirib Uyg'urning erkiy qirg'inchilik davosini qilaylik degan vaqtimizda o'tirdan chiqdinglar. Uyg'ur dema dedinglar. Uyg'ur dema deb o'tirib bizni tillab tushdinglar. Ko'rdinglar? Biz Turkistonning davosini qilamiz deganlar o'tirib mana sizning Turkistonning davosini qilayotgan Qozog'ingiz bilan Qirg'izingizning hokimiyati sizni o'tirib setayotganda, ular o'tirib betaraf ovozni bergan bo'lsa-mi, hech bo'lmagan chaqda betaraf tug'an bo'lsa-mi, o vaqtingizda Uyg'urlar g'alaba qiladi. Oshkor o'tirib chiqadi. Biz Uyg'urga qarshi. Bu ayni vaqtida maydonni bergan chaqning o'zidimi degan. Biz uni o'tirib erkiy qirg'inchilik maydoni berib o'tdik. Bugun o'tirib xalqaroning o'ziga oshkora chiqib o'tirib Uyg'ur bu degan narsani yo'qotdi dedi. Xitoy o'ldi. O'ltirishimga biz javobni chalamiz, imzoni etayotgan qo'shilimiz deganligi. Andaq bo'lgan bo'lsa, burun menda o'tirib suhbatlarda dedim, bular Ipak yo'li strategiyasida Xitoy hukumat bilan hamkorlashib Uyg'urlar yo'qolib ketaversin deganga imzo etib bo'lgan. Degan gapni degan chaqda o'tirib sen nədin ko'rding shu imzoni degan. Mana BDT'da atgan narsa imzo emasmi? Ey kafir Turkistonchilar! Xoin Turkistonchilar, paqanglarga qandinglarmi? Qanmaysizlar. Chunki sizlarning maqsadinglar bu millatni, mening millatimni qirib tugutish, o'ltirib tugutish, Turkiston degan yo'g'on davoni ichiga kirib olib, ashi Turkistonning g'arbi, Turkistonning sharqini sotadi, shu setish orqali qilayotgan davo. Chunki China Turkiston uning kelgusidan bo'ladigan China Turkiston. Ipak yo'lining boshlanish nuqtasi shu Turkiston. Şuna Shanghai Turkiston, China plus Turkiston uning kelgusida bo'ladigan nuqtasi shu. Amerika, Yevropaga qarshi. Xitoy shu atrofdagi butun turk davlatlarini o'zining yeniq elib, Amerika, Yevropaga qarshi qurilgan bu sistem. Bu sistemning ichida Turkiston deyotgan shundan g'arbiy Qozoq, Qirg'iz, palon to'kimiz bu Xitoy bilan birlashib bu sistemni kirishtirib bo'lgan bo'lsa, trillion dollar pul bilan o'tirib bu yo'lni mangan bo'lsa, sizning da'voyingizni qo'llatdimi? Voy paqavash Turkistonchilar, men shuning uchun o'tirib dedim. Qo'llamaydi, xatarlik yo'l, ma yo'lga kelgan chaqda diqqat qiling degan vaqtda bizning qusur izladingiz. Ko'rdingiz mana. Yana ko'rsiz taxi. Oldingizda yana ko'rsiz. Xudoyim bo'lsa, iymon e'tiqodlik ba'zi insonlar bilan Amerika g'arb dunyosininki masalan Uyg'urlar bo'layotgan erkiy qirg'inchilik tufaylidan qurolli harakatlar bo'lib qolish ehtimolligi bor deb qarayman. Shu vaqtning o'zidami yana shu
Pasıq Türkistanchilar qanday qildi degan chaqning o'zida sen jiroqdi. Yoki bu harakatning vaqti emas. Yoki bu harakat qildingmi, bizni o'tirtirib bu turk degan bu qozoq, qirg'iz, falan bukunimiz qarindoshlarimizga ziyon yetadi. Shuning uchun buni o'tirtirib jiroqlashtiraylik, keyingi kechiktiraylik degan barliq nuqtalarni aytmag'adi. Buningga yana pasıq islomchilarmi qo'shiladi. Anda bo'lgan bo'lsa bugun reallik aniq. Uyg'ur xalqiga irqiy qirg'inchilik qilgandan boshqa muqaddas kitobni ko'ydadimi? Ko'ydadi. Mechitni chaqdimi? Chaqdi. Bir yerdan ovoz chiqdimi? Chiqmadi. Çünkü sistemi bu. Kurulgan sistemi bu. Şunun için Uygurlar taşkı dünyanın özde, dünyanın her qanday yerinde 10, 20, 30 minglap oturtup düşmanım oturtup Amerika, Avrupa atalmış tağıtlarda oturup cenni bergen bolsa bugün bir Xitayni da oturtup cenni bergen bir insan barmı? Sistemi qandaq andaq bo'lgan bo'lsa, tilligimiz, ayıpligimiz xatami ki to'g'rimi qandaq bo'lgan bo'lsa, BDT'da oturup To'qayev Çin mirzlarning imzoni etayotganligi, shu davlatning imzoni etayotganligini o'zi to'g'rimi qandaq bo'lgan bo'lsa, setibdimi, satmay o'tibdimi, paqanglarga qandinglarmi, tushandinglarmi ey Turkistonchilar? Men sizlarga dedim, men bu nuqtaga men qarshi emas, ammo mening millatimning manfaatiga ziyonlik ketyapti. Shuning uchun bu yo'ldan ehtiyot qilaylik dedim. Degandek sizlar tillashni o'zinglar boshladinglar. Hatta bir millatning Xudo tarafidan berilgan Uyg'ur bo'lib yaraldik, Uyg'ur bo'lish huquqini tatib olishga tirishtinglar. Uyg'ur dema deb turib o'tirib chiqdinglar. Bu birinchi xato emas, 2018 dan tatib chiqqan. Uyg'ur degan bu millat yo'q millat, ondoq millat, mundoq millat deb o'tirib chiqqan. Shunchalik darajada razilliklarni qilib kelinglar. Mana bu da'voyinglarning xatoligining haqiqiy real isboti Tönegün BDT'da özümüzden en yakın menşuladın zeminimini mi ele aldı gelir oturup bizni setivetti. Onun onda sizge dep koyayım. Ben sizge dep koyayım. Hazır neçe günden birisi haberlerde gördük Xitay, Kırgızistan, yani bizdeki mustamlika Uyg'uriston, Kırgızistan, Özbekistan temir yo'lini kelishtirib oldu. Bunu oturup ben bu Kazak bilen Özbek setip etipti, Kırgız bilen Türk satmam dikin dep o'ylab qolmang. Şunu onu da Türk bo'lsin satıdı, şunu onu da Kırgız bo'lsin satıdı, şunu da Tacik bo'lsin satıdı, şunu onu da Türkmen bo'lsin satıdı men sizga dep qo'yay. Yani Türkmen bütün gaz pazarının hamısını Xitayga setip 2 kun avval Xitayga va'da beryapti Türkmenning prezidenti. Biz mangu va mangu Jungoning tuproq putuligini qo'g'daymiz. Biz atalmış Şinjan, Pinjan'da mesliba degan gaplarni biz qat'iy to'nimaymiz. Jungoning egilik huquqini bir bütün davlatligini abad to'naymiz deb o'tirib 2 kun avval Turkmanistoningizmi deb aytdi. Men sizga deb qo'yay Turkistonchilar. Ko'rsiz uni. Bu yo'l eng oxirida mening aziz millatimning mush yo'li qanday degan chaqda men ilgirki suhbatlarimda deb keldim. Paltining sip yog'och, palt kelib o'tirib yog'ochni chapidi. Biz Uyg'urlarning o'lim xeti mushu Turkistonchilarning qo'li bilan oxirida mushundoq bo'lishi mumkin, setilib ketishimiz mumkin. Qarindoshlar diqqat qilaylik degan gapni takror deb keldik. Qog'ini amaliy reallikni ko'ramiz vatandoshlar, qaqsak yana mushunchalik qaqshaymiz, so'zlasak mushunchalik so'zlaymiz. Endi yeta. Bir gapni so'zlayotgan chaqda nadim bilsa, falan pukuniyadim ama degan gaplarni bakchiq deb ketmanglar. Biz qutiramaysiz mening og'zimni. Men dedimmi bu chiqidi. Men dedimmi bo'ladi bu ish. Tushundingizmi? Sizga kesibli shunda deb qo'yay. Chunki bu Turkistonning yo'liga o'tirib Xitoy milliardlab yo'l seppagandan keyin sizga tas. Ha, ba'zi deyishingiz mumkin. Va yoq o'tirib ularni qo'llashni qo'lga keldi. Va qo'llashni qo'lga keltirmidi. Hey, sen degan bir Uyg'ur bir ojiz xalq, sen bilan biz qo'zig'imizni beqib ketyapmiz. Xitoy uni o'tirib Ipak yo'lda trillion dollar mablag'ni sep bo'lsa, ularning to'naydigan ani boyoqda Viyaniki deganda ular pulni to'naymiz deyapti. Sen o'xshash Latovashni to'nimaymiz deyapti. Ha, Turkistonning g'arbidagilar, sen o'xshash Latovashni biz to'nimaymiz biz. Ma pulni to'naymiz, aqchini to'naymiz deyapti. Sening o'g'laga o'tirib bagdak puling bormi? U davlatning qoyilqig'idak sening puling bormi? Pulun bo'lmagandan keyin pulni bagay ketaverdi. Ayni vaqtimizda biz Qozog'istonda turayotgan vaqtning o'zidami bir saqchi bizni tutib olgan vaqtida shunday debdi. 5000 dollarni bera olamsan sen. 5000 dollarni bersang, ana yo'l xotirjam yashaysa 5000 dollarni Xitoy beraman deydi. Men seni Xitoyga beraman degan xalq shu. Anda xos Uyg'ur davosini qo'llaylik. O'tirib menga bir 2 million pul ber degan vaqtimizda qaysi Uyg'urning yanchig'idan 2 million pul chiqdi?
Şu devletlerin hakimiyetini setip algandek, bu yerda bir pasık molla çıkıdı mıydı, bizlerge oturtup ders ötüdü. Sen ulanın qo'llashini qo'lga keltirishing kerak. Sening on davoyingni uni qo'llashini qo'lga keltirmasang hammasi po'q. Sen qo'lga keltirolmaysan-ki zaten u kelishimning ichiga kirib bo'lgan. Ammo sen buni bilsang shuni, boshqa yo'l tutsa, demokratiya inson haqlar organlar orqali besim ishlatsa, noroziligini bildirsa, to'g'ri xatoni tushundirsa, u davlatning menayotgan yo'lining xatoligini tushundirsa, bu orqali davlatlar orqali sen besim ishlatsan, ishilta olaysa, siyosatni o'zgarta olaysa, ularning Xitoyni qo'llaydigan, bo'lmasa sening qo'lingdan unchalik ishlar kelish tez, har qanday bir tashkilotlarning qo'ldan kelish tez u. U to'ymug'ur, o Ipak yo'lda million dollarning ustiga Xitoyning yanchiq qarabla turgan davlat o'tirib, sening yanchig'ingdan tezak tushatdimi? Tushunmaganki, sening yo'lingni tutmaydi. Shuning uchun bu yerda ba'zi pasıq mollalar chiqadi, pasıq turkistonchilar chiqadi. Va ularni qo'llashni qo'lga keltirdi. Biz kimni o'tirib qo'llashni qo'lga keltirmayli demidik. Qo'llashni qo'lga keltiramiz deb o'tirib, yo'llarib baqdiq. Tillisimi o'tirib bir og'iz gapirmay baqdiq. Nim bo'ldi? Bu ish undaq yo'l bilan mangadigan narsa emas u. Ota-onasini urug'da qoldirib, hammasini tenib ketish orqali undaq mangadigan yo'l emas. Buni yo'lini topayli deb o'tirib ko'pchilikka bu reallikni o'tirib so'zlab keldik. Bularni tutayotgan yo'li xato. Xato. Sizni sotidi. Xitoy bilan ber degan gapni takror deb keldik. Rost chiqdimi, chiqmadimi? Chiqdi ani. Paqanlarga qiynab olgansizlar turkistonchilar. Qo'shib ketgansizlar chavaklarni kelib, ko'rdingmi? Elim bosma Uyg'ur degan xalqning azroq bir yeniyotgan bir chirig'i botdi. Bu chiroq azroq yongan, bedekada o'tirib qilib turib o'chaydiq deb o'tirib qattiq qo'shib ketdim. Xudoyim do'zax qishdagi insonlarni Xitoy va Xitoyning qishida turgan millatimning qanday xiyonat qilmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, Xudoyim bo'lsa bordigan yerga udul jahannam. Hisob Xudoyim bo'lsa ish qilib Xudoning oldida bo'lgan chog'da hisob so'ralsizlar. Vatandaşlar, gipim müşahidçi bo'lsa, ko'rishcha omon bo'laylik qarindoshlar. Bugungi juma kuninglar tekrar xayrlik bo'lsin. Vatandaşlar, ko'rishcha omon bo'laylik. Chechilsak, yana chechilimiz oxirlashtiraylik eng yaxshisi. Xo'sh.